qaysi qiz kambag'al yigitga tegadi? Tasavvur qiling, hurmatli yigitlar, mana o'zim ham yigit kishiman. Har bir insonda orzusi bo'ladi, boy yashash orzusi bo'ladi, ilmli yashash orzusi bo'ladi. Demak, bizni hozirgi qizlarimiz boy yigit xohlashi tabiiy hol. Chunki bu ham yaxshilik. Masalan, biz ham o'zimizni ma'lum bir qizlarga uylanishimizda shartlarimiz bor-ku, to'g'rimi? Hammani har xil yigitlarda sharti bor. Boy yigitni havas qilsa, bu yaxshilikka biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak va boy bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Demak, qizlarimiz nimani orzu qilyapti? Demak, orzusiga yarasha harakat qilsak, bu o'zimizga ham yutuq-ku bu. Demak, buni negativ holatda qaramasligimiz kerak. Ko'rkam yigit demak xohlayaptimi? Demak, ko'rkamlikka harakat qilishimiz kerak. Demak, boylikni xohlayaptimi? Demak, boylikka harakat qilishimiz kerak. Endi bu boylik deganda ham iqtisodiy, ham ma'naviy, har tomonlama boylik tushunishimiz kerak-da biz. Faqat bu iqtisodiy boylik tushunmasligimiz kerak.